Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun yana bir obyektimizni tugatdik. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, nechta pul ketganligini aytamiz. Marhamat. Ko'rishlaringiz mumkin, oshxonamiz uncha katta emas, lekin biz dizayn asosida juda ixcham qilib yaratib berdik. Biz faqat mexanizmlarga emas, balki dizaynga ham juda katta e'tibor beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, bu joyda xolodilnikni yon qismlarini yopib, ko'rinmaydigan qilib chiroyli qilib berdik. Bu joyda robochi zonada ishlaydilar. Bu joyda gaz plitasi qo'yiladi. Ko'rishlaringiz mumkin, bu joyda boshqa vilka uchun alohida qutilar qo'yib berdik. Mexanizmlarimiz vakuumga hammasi, hatto taq qismiga lamina materialdan foydalanganmiz. Bu joyda pechkadan narsalarni olib, bu joyda zagotovka qilinadi va bu joyda moyka o'rnatib berdik. Moykaning ustida suv shultasi ham alohida dizayn asosida qo'yib berganmiz. Davom etamiz azizlar. Mijozimizni hammomlar kichkinaligi sababli bizlarga kichkinagina oshxonamizdan bag'rimizni keng qilib, sizlar uchun joy ajratib berishni so'radilar va biz bu iltimoslarni yerda qoldirmadik. Mana bu joyda sizlar uchun joy qurib berdik. Aytgancha do'stlar, shu ko'rib turgan barcha mebelingiz atiga 12 million so'mga yetkazib berdik. Nima deb o'ylaysizlar? Bu narx qimmat yoki arzon? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.